Tamam. Bismillah. Sabah. Stoydi bu. Ha? Plitalar bilan yopilgan ekan. O'zi ham Ilya Papuriya deydi-ku nima? Taysa. Ilya Papuriya. O'sha joydan olganda biz ham. Hurmatli obunachilar, Mexanzavod bulvardan, Mag'zon mahallasidan, bulvardan shunday kirganlaringizda, mana maktab sotuvdik. O'tgan safar shuni yo'l ustida joylashgan 6 sotilik qurilish tugallanmagan uchastkani shikandi narxga qo'yilgan. Narxi birdan aytib ketaman, $45,000. Yerda o'zi kamiyab $30,000-40,000. Lekin qurilishi bitmagan uchastkani birgalikda obzor qilamiz, hisob-kitob olamiz. Mana kirishimizda o'rtadan qilib qurilgan, zamonaviy stilga qurilgan, Toshkent stiliga. Kirganimizda katta hol, bemalol mehki mebellar qo'yib, barchalar o'yingoh qilib qo'ysangiz ham bo'lagan. Televizor qo'yib qo'ysang, bu yerda Samarjon, mehki mebellar qo'ysa, oila o'tiradigan joy bo'ladi. Xo'p, bismillah. Katta mehmonxonamiz, oshxonamiz ham akkuratli qilib qo'yilgan. Xohlasa bu yerda ayollarning mehmonxonasi qilib qo'ysa ham bo'ladi. Ha, xohlasa bu tarafdan oshxona qilib qo'ysa ham bo'ladi. Qursa bo'ladi. Yoki bu yerdan oshxona o'tkazsa ham bo'ladi. Tak, bitta xonamiz. Детский qilib qo'ysa ham bo'ladi. Xo'p. Bu yerda родительский qilib qo'ysa ham bo'lar ekan. Родительскийni mana sanuzel juda katta tayyorlangan-da, Samar. Sanuzel ishni o'rtadan shunday bo'lish kerak-da. Endi ha, men o'zim proyekt bo'yicha endi katet qurib mana ko'rib nima qilib qoldim-da o'sha proyektlar. Shu o'rtadan bo'lsa, родительскийga sanuzel отдельно bo'ladi, bu yoq umumiy sanuzel bo'ladi, общий. Ha, bu yoqdan bo'ladi-da, qara. Bu yoqdan eshik ochib bo'lsa, родительскийga. Ha, hovlichasidan ko'ramiz hozir, tak. Bu yoqqa ham. Ha, bu yoqqa ham katta xona ekan. Yutishgalar, teshiklar hammasi qoldirib ketilgan ekan. Proyekt yaxshi. Bu yerda ichma-ichma emas, hamma joy provetrini qilib qo'yilgan. Mana hovli chotgan. Hammom. Bu tarafga sanuzel, kladovka. Bu yerda ham plita bilan yopilgan ekan. Bu joydan qurilish qilsa bo'lagan ekan. Masalan, bu yerdan qurilish qilsa bo'lagan. Bosh yer oshxona shehdan qurilish qilib o'tsa ham bo'lagan oshxona. Yopib, oshxona qilib o'tsa ham bo'lagan. Samar, lokatsiya udar joydan so'raganlar. Mana bulvar Mexanzavod. Xo'p. Bulvardan shunday o'ngga kiriladi. Katta yo'llar. 100 metr yurganiga. Bak, yerlar ham 50 ming o'tiradi. Yer o'zini eshitmas yo'qdir. Maktabdan sotilgan. Ha, maktabdan sotilgan joylar shunday to'g'risi. Chiroyli uylar qurilgan. Gaz, svet, suvda muammo yo'q bu ko'chalar. Nazorat qilamiz. Yerda puli qurilishi tugallanmagan uchastka. Hurmatli obunachilar, endi birgalikda hisob-kitob qilamiz. Bu tarafda yerlari eng arzon 30 ming olsangiz ham mana shunday $15,000 qura olmaysiz. Lokatsiyasi svet, gaz, suvda muammo yo'q. Shaharga shunday o'rtasida joylashgan. Narxini aytib ketganimdek $45,000. Ozgina suratga o'tirgan joyi bor. Real nolga real qilib, pastak nimalar bemalol telefon qilaverasiz.